qilishlari mumkin. Ular boshqa birovning vaziri. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Boysun shahrida joylashgan Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi avariya yana kun tartibiga qaytdi. 27-mart kuni M25 gaz konidagi 202-sonli quduqda navbatdagi portlash sodir bo'ldi. Kunduzgi hodisa haqida qisqacha ma'lumot bergan fuqaroga ko'ra, holat konning avvalroq avariyaga uchragan quduqlarda emas, balki boshqa joyda yuzaga kelgan. Yangi burg'ulash joyida. Energetika vazirligi buni vodorod sulfidining nazorat ostidagi otilishi deb atagan. Ammo rasmiylar nazoratli otilishning sabablaridan bexabar. Noxush vaziyat va yong'inning kelib chiqish sabablari o'rganilib, qo'shimcha ma'lumot berilishi kutilmoqda. Shu yerda mantiq yo'qoladi. Qanday qilib sabablari aniqlanishi kutilayotgan jarayonda nazorat ostidagi otilish yuzaga kelgan deyish mumkin. Mayli, rasmiy munosabatga qaytsak. Ta'kidlanishicha, tabiatga ziyon yetkazmaslik va havo ifloslanishining oldini olish maqsadida hozirda 202-sonli quduq yoqib qo'yilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Voqea joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligining brigadasi yetib borgan. Ishlarni tashkil etish maqsadida Energetika vazirligi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar tarkibida tashkil etilgan maxsus shtab vakillari ham hodisa joyiga yetib kelgan. Ayni paytda kerakli barcha chora-tadbirlar zarur texnika hamda uskunalardan samarali foydalanilgan holda olib borilmoqda. Shuningdek, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha kuchaytirilgan choralar ko'rilmoqda. Alohida ta'kidlash lozimki, yuzaga kelgan mazkur holat aholi va yaqin atrofdagi hududlarga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Jarayon Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sanoat Kontex nazorat davlat inspeksiyasi hamda ochiq neft va gaz favoralarining oldini olish va bartaraf etish bo'yicha O'zbekiston harbiylashtirilgan qismi mutaxassislari tomonidan to'liq nazorat ostiga olingan. Eslatib o'tamiz, Mustaqillikning 25 yilligi konidagi dastlabki avariya 2024-yil 1-sentyabr kuni sodir bo'lgandi. O'shanda Ko'lqamish mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 604-sonli quduqda burg'ulash ishlari olib borilayotgan paytda texnologik jarayon buzilib, vodorod sulfidi gazi chiqishi kuzatilgan. 2024-yil 17-sentyabr kuni yana portlash sodir bo'lgan. 604-sonli quduqning yon tarafidan yuqori bosimli vodorod sulfidi gazi sizib chiqqan. Oqibatda 4 kishi vafot etgan, 11 kishi jarohatlangan. Energetika vazirligi Jo'rabek Mirzamahmudov vafot etganlarning oilasi pudratchi tashkilot tomonidan otaliqqa olishni bildirgan, ammo bu borada nimalar qilingani ma'lum emas. Ma'lumot uchun bir muddat avval kon atrofi olovli vodiyga aylanib qolgani xabar qilingandi. Endi Boysun avvalgidek so'lim shaharlarimizdan biri bo'la olmaydimi? Buni hozir